This video is sponsored and brought to you by Hero Academy. Assalomu alaykum. YouTube blogimga xush kelibsiz. Ismim Ibragim Mansurov, IELTS instruktorman va aynan mana shu blogimda odatda IELTS reading, listening, writing, speaking bo'yicha maslahatlar berib boraman. Bu video esa men stilim uchun biroz noan'anaviroq, sababi men o'zimni mutaxassisligimdan chetlashgan holda o'quvchi pozitsiyasidan sizlarga yaqinda topshirgan SAT imtihonim haqida aytib bermoqchiman. Bu video 3 ta qismga bo'lingan bo'ladi. Birinchisi natijam va unga qilgan reaksiyamni ko'ramiz. Oldindan spoiler berib qo'yaman. Juda ham past natija chiqqan, sharmandali natija. Ikkinchisi SAT Math uchun, SAT English uchun mana shu tayyorgarlik jarayonida 2 oy tayyorlanganman aytgancha nimalar qilganligimni aytib beraman va oxirida mana bu yog'iga qilayotgan rejalarimni bilib olasiz. Oldindan disclaimer berib qo'yaman. Bu videoda aytiladigan hamma narsa mutaxassislikka aslo daxli yo'q. Men SAT expert emasman. Shunchaki o'quvchi sifatida siz bilan taassurotlarim bilan va insightlarim bilan bo'lishyapman. 100% foydali bo'ladi, xudo xolisa. Keling, lekin natijamni ko'raylik oldin. Я o'zi rasvo chiqqanini bilib turibman. Пофиг, открой, а. Просто qanaqa чудо. College board. Let's go. College Beard. Давай, College Beard. Ой, view your scores. Accept all. 1650 mi? Так. Почему я переживаю? Маленький хаватар оляма. О, нормально. Вы сказали 1100. Birmingiz dediniz. So bad. Still so bad. Сколько готовились? Still so bad. Примерно 2 oy tayyorlandim. Ну, математикам 0 edi-da. Брат, agar bu skor uchun bo'lsa, это означает через 2 месяца спокойно можно поднять на 500-600 спокойно. Nasib. Красавчик. Я горжусь вами. Спасибо большое. Спасибо. Молодец. Bas zo'r deyotgan bo'lsangiz kerak videoni ko'rib va men bu fikringizga qo'shilaman. Rostdan ham sharmandalik plintusi tegadigan natija tan olaylik. Bu natija bilan meni Amerikani universiteti tugul, Amerikani bog'chasiga ham qabul qilishmaydi-da. To'g'risi. Shunaqa bir sharmandalik natija. Endi to'g'risini aytaman, ozgina vaqt kamlik qildi menga. 2 oy tayyorgarlik biroz yetmaskan. I guess I overestimated my capabilities, but whatever, right? Hop. To'g'risi men lifestyle kanalim bo'lardi, aytardim, qaniydi mana shu mayda SAT dan xohlagan natijamni olsam-u, mayda emas, martda. Xohlagan natijamni olsam-u, undan u yog'iga extracurricular activities, personal statement, essay bilan shug'ullansam deb umid qilardim. Endi peshonamizga yozilgan shu ekan, boshqa tushganni ko'z ko'radi. Xo'sh, xullas, keling endi SAT journey haqida sekin-sekin aytib berishni boshlayman. Lekin o'zi SAT nega kerakligini ayting. Xo'p, 2022-yilda litseyni bitirganman va darhol nufuzli bir davlat universitetiga kirganman. TATUga, raqamli iqtisodiyot sohasiga. TATU O'zbekiston bo'yicha 3-o'rinda turadi, aytib qo'ying. Lekin u yerda bir semestr o'qib tushundimki, u tizim menga to'g'ri kelmaydi. U yerdagi berilayotgan ma'lumotlar hammasi menga biroz old fashioned tuyuldi. Old fashioneddan ham ko'ra obsolete, ya'ni eskirgan ma'lumotlardek tuyuldi. Shu uchun men tushundimki, u yerga 4 yil umrimni sarflamoqchi emasman va darrov birinchi semestrdan keyin drop out qilib yuborganman. Nafaqat drop out qilganman, o'sha davlat universitetlaridan qo'limni yaxshilab sovunlab yuvib yuborganman. Va mana shu payt davomida faqatgina karyeraga, shaxsiy rivojlanishga va marketingni o'rganishga chuqur e'tibor qaratdim. To'g'risini aytaman, 1 gram ham afsuslanish yo'q menda. Sababi universitetga ketkizgan vaqtimdan ko'ra aynan mana bu yerga ketkizgan vaqtim men uchun shunchaki bebaho. Bundan juda katta experience oldim. Lekin mana 2026-yilga kelib men tushundimki, menga bundan-da ko'proq narsa kerak. Ya'ni faqat bilim bilan cheklanib qolgim yo'q kitoblardan. Menga international networking kerak. Men kelajakda dunyoni boshqaradigan liderlar bilan tanishmoqchiman. Men boyvachchalarni farzandlari bilan tanishmoqchiman va bu narsani qilishning eng zo'r yo'li bu Amerikan universitetlariga kirish. Shu sabab shu yilning boshida, yangi yilni o'tkazdimda, darrov SAT ga tayyorlanishni boshladim. Nimadan boshladim tayyorgarligimni? Albatta bir nechta o'quv markazlariga borib ko'rishdan boryapman, kiryapman guruhlarga, matematika o'tiladigan guruhlarga. Qarasam agar 8-9-sinf o'quvchilari. Men bu narsaga qarshiligim yo'q, ya'ni naborot, to'g'ri, bularni davri o'zi shular o'qish kerak SAT-ni. Lekin o'zimni o'tda xuddi suvdan chiqqan baliqdek his qildim. Endi sababi u o'quvchilar ozgina olish sekinligi bor.
ozgina o'sha o'qituvchisiga erkalik qilib o'zini ko'rsatgisi kelishi bor. Bu narsa tabiiy. Men bu narsaga umuman aslo qarshi emasman. Ya'ni bola bolaligini qiladi albatta. Va ozgina meni tezligimga to'g'ri kelmasdi. Shuning uchun ham men oxiri nima qildim? Oxiri individual teacher yollashga qaror qildim. Chunki hisoblasam, masalan, o'sha individual teacher bilan matematikani 2 oyda tugatsam, baribir bir xil pul ketar ekan. Chunki o'quv markaz mana shu men 2 oyda tugatadigan matematikani 9-12 oyga bo'lib o'qitishadi. Xuddi o'sha pulni beraman. Shuning uchun men aytdim, yo'q, yaxshisi individual teacher bilan birga ishlaganim yaxshi edi. Va o'qituvchi to'g'risi boshida menga ishonmadi, sabab matematikadan darajam 0 edi. Kasrlar, minus, plus, bo'lish, ko'paytirish hamma narsa esimdan chiqib ketgan. Bu tramplin sutigidan, podvaldan boshladi, desam ham bo'radi. Va o'sha payt men aytdim, yo'q, ulguramiz nasib bo'lsa martgacha deb o'qituvchiga va'da berdim va biz rostdan ham ulgurdik. 1,5 hafta oldin SAT ni mana bu hamma mavzularni tugatdik. O'zi unaqa SAT matematika qismida ko'p mavzu yo'q-da. Mana shu mavzularga tayyorlanadigan bo'lsangiz bo'ldi. You literally know everything. Praktikadan tashqari albatta. Mana shularni hammasini o'rganadigan bo'lsangiz, siz o'sha hamma narsani bilasiz. Shularni hammasini o'rgandim. Juda ko'p practice kitoblar bajarardim. Bu o'sha College Panda bor edi bu yoqda, Blue Book bor edi va yana bir nechta kitoblar. Ularni hammasini o'zimning Telegram kanalimda qoldiraman. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu videoni description boxida Telegram kanalimga o'tib oling. Qadalgan xabarda SAT materiali deb kichkina bitta ko'k yozuvchi yaratib qo'yaman. O'sha yerga borsangiz kommentda bo'ladi hamma foydalangan kitoblarim. Xo'p, shu kitoblardan foydalanganman va natijam odatda matematikadan meni 700 va 750 atrofida chiqardi. Ya'ni undan oshmagan natijam hech qachon biror marta 760 yoki 800 chiqmagan. Chunki ulgurmaganmiz, praktikaga kam vaqt qolgan. Faqat o'sha mavzularni cover qilishga ko'proq vaqtimiz ketib qolgan. 2 oy rostdan kamlik qilar ekan menga. Va imtihonga kirganimdan keyin men juda dovdiradim matematikada, va eng yomoni o'sha ustozim aytdilar, ko'proq mana funksiyaga e'tibor qaratish kerak, chunki shular ko'proq tushadi dedilar va mana bu kub mavzularni, endi kub juda oddiy, ya'ni piramida mavzulari bor edi menda imtihonda tushganda va juda ko'p trigonometriya tushdi. U narsaga juda ko'p e'tiborim qaratmaganman va nimagadir birdaniga hamma formulalar shu etib esimdan chiqib ketdi. Aynan mana shu hayajon tufayli matematikam 660 bo'lib qolgan. Ishonmaysiz, mana matematikadan 1-modulni tugatib olman. Ishno 2-modul boshlanyapti va savollar oson. Mana shu paytda dedim. Sababi 1-modul rasvo bajarsangiz, College Board sizga 2-modulni sal osonroq beradi. Qarasam savollar nisbatan oson edi, lekin oxirga borib o'shalarni ham yecha olmadim-da. O'sha butkul ko'ngil sovib qolgan edi. Xo'p, matematikadan qilgan ishlarim aynan mana shu. Endi insightlarga keladigan bo'lsa agar, albatta o'sha kitoblardan foydalaning va ko'proq YouTube videolar ko'ring. Masalan, bilaman, bu yerda hamma ham individual teacher yollashga imkoniyati yetmaydi. Guruhda tayyorlanayotgan bo'lsangiz agar, birorta mavzuni o'tkazib olasiz va uni o'zingiz tushunyapsiz, to'g'ri 60% ga tushungansiz. Ya'ni ba'zi formulalar nimagadir yetib bormayapti. Aynan o'sha mavzular bo'yicha albatta YouTube videolar ko'rishingizni maslahat beraman. Sababi, to'g'ri, o'qituvchi juda ham zo'r pedagog bo'lishlari mumkin, lekin bitta narsani million xil usulda tushuntirsa bo'ladi-da va balkim siz imенно YouTube'da boshqa ustozlar tushuntirishini ko'rib yanada yaxshiroq o'sha mavzuni vizualizatsiya qila olarsiz. Shu sabab erinmang va har kechasi o'zingizga odat qilib oling. Menda shunaqa edi. Qolib ketgan mavzular bo'yicha YouTube videolar ko'rish juda ham foydali bo'ladi. Shaxsan o'zim mana bu va mana bu blogerlarni kuzatganman. SAT Math bo'yicha. Shularni maslahat beraman sizga. SAT Englishga keladigan bo'lsak, unaqa ko'p vaqtim bo'lmadi unga tayyorlanishga, sababi ko'p fokusimni matematika olib qo'ydi. Endi 0 darajadan 2 oyda tayyorlanishni o'zingiz tasavvur qiling. Va shu uchun ham nimalar qildim? Endi matematikadan individual teacher bilan shug'ullanardim. SAT bo'yicha menga mutaxassisdan maslahatlar, yordam kerak edi va aynan mana shu uchun Hero Academy'ning asoschisi Yorqinbek akaga murojaat qildim. Aytgancha Yorqinbek akani o'quvchilar mana bunaqa natijalar qilishgan. Ularni Bodomzorda o'zlarini SAT o'quv markazlari bor. Albatta SAT bo'yicha yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'quv markaziga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va Yorqin akaga o'sha ingliz tili bo'yicha yordam kerak deb murojaat qilganligimda rosa ko'p maslahatlar berdilar. Xususan, mana College Pandani o'sha SAT English uchun kerak bo'ladigan 400 ta so'zlar ro'yxati bor. Aynan mana shu faylni berdilar. U yerdagi so'zlarning ko'pi menga tanishdi, lekin ba'zi rostdan ham bilmaydigan so'zlarim bor edi. Va bilasizmi nima? Rostdan ham imtihonimda o'sha so'zlar tushdi. Ko'rganimda
rosa shukur qildim mana shu so'zlarni yodlaganligimga, chunki ma'nosini bilmasam kontekstdan predict qilish rosa qiyin va tricky bo'lardi eng yomoni. Shuning uchun o'sha so'zlarni yodlaganligim rostdan ham menga ustunlik berdi imtihonda. Mana shu faylni ham albatta Telegram kanalimda qoldiraman, o'tib olsangiz bo'ladi. Shuningdek, SAT English uchun nima qildim? Albatta Blue Book ilovasidagi hamma mo'klarni bajarib chiqib, ularni ChatGPT bilan bitta-bittalab tahlil qilib chiqdik. Ishoning, tahlilsiz natija bo'lmaydi umuman. Menda masalan birinchi bajargan mo'kim 650 edi, lekin menimcha u osonroq mo'k bajarib qo'yganman. Keyin bajarib o'tgan mo'klarim o'sha 590 ga tushdi. IELTS 8.5, reading 9 etgancha menda. Shunchalik SAT English qiyin bo'lishligi mumkin. Va gap menimcha tekstlarning qiyinligida emas, balkim time managementda. Ya'ni juda ko'p uzun tekstlar berib oladi, a vaqt bo'lsa cheklanganligi va siz ularga ulgurmasligingiz. Menda misol uchun mana shu bilan problema edi. Lekin keyin ChatGPT bilan o'tirib olib, har bitta xatoyimni tahlil qilganligimizda, o'sha so'zlarni yozib yodlaganligimda ancha darajam sekin-sekin oshishni boshladi. Sekin 620 ga chiqarib oldim, keyin 650 ga, keyin meniki o'sha 700 ga chiqdi. Hattoki imtihondan oldin imенно English qismi menda 740 chiqqan vaqtlari ham juda ko'p edi. Stabil 740 ga chiqib olgandim. 740, 730, 740, 730 edi. Lekin imtihonda yana o'sha ozgina hayajon qo'shildi. Mana shu narsa o'z faktorini ko'rsatdi baribir. Xo'p, shuningdek ingliz tili bo'yicha nimalar qildim? Punktuatsiyani juda ham bilishligingiz kerak. Mana bu katta chiziqchalar qachon qo'yiladi, virgul qachon qo'yiladi. Bularni hammasini bo'lsa agar, mana bu Erika opa juda zo'r tushuntirganlar mana bu kitoblarda. Shuningdek, reading bo'yicha mana bu kitoblarni qilib ko'rsangiz bo'ladi. Juda ko'p misollar bor bu yoqda. To'g'risi, bu kitoblarni imtihonimga 1,5 hafta qolganda topdim. Va ikir-chikir sinchkovlab o'qishga vaqtim yo'q edi. Prosta bu kitoblarning ichida ham opa zo'r misollarni bergan va o'sha misollarni yechib ketdim men. Keyin misollarni yechganingizda tagida o'zini kommentlar bo'ladi. O'sha kommentlarni o'qib ketishingiz o'zi ham juda ham katta foyda. Shuningdek, sizga maslahat bergan bo'lar edim, albatta Blue Bookdan bajarib o'tgan har bir practice testingizni lug'atlarni yodlashni. Sababi ishoning, mana bu so'z menga tushmaydi, chunki bu Blue Bookda bor deysiz, yoki mana bu so'z menga tushmaydi, ana buni yodlamasam ham bo'ladi deysiz-ku. Karma shunaqa ishlaydiki, aynan o'sha so'z imtihoningizda tushadi. Aynan yodlamagan so'zingiz va o'sha payt deysiz, lekin kech bo'ladi. Shu sabab umuman aslo erinmang. Xo'p, bu yog'iga rejalarim qanaqa? Bu yog'iga rejalarim, xudo xolasa, mayda imtihon topshirish va o'ylaymizki, bu safar qutulaman deb. Chunki o'sha ortiq sabrim yo'q. SAT'ni sassiq practice testlarini bajarib o'tirgani. Chunki umr o'zi shundoq ham qisqa va tasavvur qiling, butun umringiz mana shu X qidirish bilan o'tib ketsa. Endi zerikarli-da, to'g'risi. Xo'sh, xullas, mana shu umrimni X qidirishga sarflamoqchi emasman. Shu sabab mayda qutulamiz degan umiddaman. Mayda qutulish uchun nimalar qilyapman? Mayda qutulish uchun hozir Yorqinbek aka imенно 1500 degan guruh ochganlar. O'zlarining o'quvchilari uchun va o'sha joyda men ham borman. Birgalikda ular bilan practice qilib, mana shu mayda bo'ladigan imtihonga tayyorlanyapmiz Hero Academyda. Xo'sh, mana shunaqa gaplar. Kattakon rahmat bu videoni ko'rganligingiz uchun. Duo qiling, albatta mayda yaxshi natijalar oling va kommentlarda SAT bo'yicha tayyorgarligingiz qanaqa ketayotganligini yozing, nimalarda qiynalyapsiz, qanaqa materiallardan qiynalyapsiz. Albatta o'z insightlaringizni bo'lishing, boshqalarga ham foydali bo'ladi. Va video formati sizga yoqdimi? To'g'risi men uchun yangi format, yangi rubrika. Shunaqa stildagi videolar qilib turaymi, bo'lishib turaymi? Bu narsalar haqida ham albatta yozib qoldiring. Va sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, aeroportda ko'rishguncha, tezroq hammamiz Amerikaga uchib ketaylik, o'sha sehrli diyorga. Charchamanglar. See you soon.